Aholini ro'yxatga olish bu muayyan sanada mamlakat aholisi haqida aniq ma'lumot to'plash jarayonidir. Unda odamlarning yoshi, oilaviy ahvoli, ta'limi, bandligi va turmush sharoiti haqidagi ma'lumotlar yig'iladi, qayta ishlanadi va natijalardan turli sohalarda foydalaniladi. Yurtimizda so'nggi umummilliy aholi ro'yxatga olish 1989-yilda o'tkazilgan. Shundan beri aholi soni ancha oshdi. Ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar ham sezilarli darajada o'zgardi. Shu sababli bugungi kunda aholi va qishloq xo'jaligi haqida yangilangan ma'lumotlarga katta ehtiyoj bor. 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha o'tkaziladigan ro'yxatga olish tadbirlari aynan shu ehtiyojni qondirishga xizmat qiladi. Tadbir 2 yo'nalishda amalga oshiriladi. Birinchisi, aholi haqida to'liq ma'lumot yig'ish, oilalar tarkibi, yoshlar, keksalar ulushi, ta'lim darajasi, ish bilan bandlik holati va migratsiya jarayonlari. Ikkinchisi, qishloq xo'jaligidagi holat, yerlardan foydalanish, chorvachilik va parrandachilik ko'rsatkichlari. Bu jarayonlar mamlakatda ijtimoiy farovonlikni oshirish, qishloq xo'jaligidagi mablag'lardan samarali foydalanish va kelgusi dasturlarni to'g'ri rejalashtirishga yordam beradi.